Avvalambor assalomu alaykum aziz samarqandliklar, aziz gruppamiz a'zolari va bizni kuzatganlar. Mana bugun Dilshodjon do'stimiz tug'ilgan kunlar ekan. Ularni hozir kirib nasib etsa tabriklab xursand qilishimiz ham kerak. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Hozirga buyuk chaqaloqimizni Dilshodjon do'stimizni chaqiramiz. Keling, Dilshodjon do'stimiz keling. Tug'ilgan kunlaringiz tabriklaymiz. Jamoamiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yo'q, bizga keling. Yaqinlaringiz vaqtiga oila a'zolaringizni vaqtiga qadrlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday kunlarda ko'pini ko'ring. Har doim har kuningiz mana shunday bo'lsin. Bizni bugungi ayolimizni tabriklab uzoqdan olisdan Dadajoningiz bo'lmasa qamiz, Mehribon ayajoningiz To'g'rida opamiz tabriklayaptilar. Ular sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Dadangiz aytdilarki, men kelolmaganimda juda ham afsusdaman. Mana shunday kunda o'g'limni bir bag'rimga bosib, bir tushgim kelyapti, lekin afsuski yonida yo'qman dedilar. Nasib qilsa mana bu 4-ichida ketar ekansiz. Shuning uchun ayangizdan biroz siqilib qoldilar. Shu 4-ichida o'g'lim ketib qoladi, meni yonimda ketib qoladi. Qanday uni keyinchalik bag'rimga olsam, qanday uni bag'rimga olsa bir kutib yig'layman dedilar. Bir xursandchilik qilaman dedilar va sizga mana bunday ajoyib sovg'alarni berib yuborganlar. Qabul qilib olasiz. Va albatta tug'ilgan kunda tug'ilgan tort tasavvur qilib bo'lmaydi. Nimaiki bir yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, yaxshi tilaklaringizni amalga oshirib tilayman. Ola mana bu hozir sizga turgan shamchilarni shunday o'chirib berasiz. Yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar. Ota-onangiz vaqtiga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling. 18 yoshga kirasiz, 40 yildan yigit yoshi. Happy birthday to you. Mana sizga vajniya deb o'zi bo'lgan, o'zi bo'lganlar. Hayotlaringiz mana shunlikdan qadar shirin bo'lsin, totli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Mana shu oila a'zolaringiz vaqtiga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nasib qilsa shu to'ylaringizga kelish nasib qilsin bizga. Dadangiz bilan birgalikda nasib qilsa o'zingiz ham yaxshi ishlab, yaxshi niyatlar, nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizni amalga oshirishni istab qolamiz. Yana biror tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim mana shunday baxtli bo'lib yuringlar. Ko'rganda sizlarga qarab hammani havas kelsin. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat qilinglar, sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat.